Ekranda chiqib turgan insonni ko'pchilik tanisa kerak. Bu inson birinchi o'zbek advokati Ubaydulla Xo'jayev bo'ladi. Ubaydulla Xo'jayev 1878-yil Toshkent shahrida tug'ilgan. U o'z faoliyatini boshlashdan avval Rossiyaning Saratov universitetini huquqshunoslik faoliyatiga topshiradi va u fakultetni muvaffaqiyatli tamomlaydi. Shundan so'ng Ubaydulla Xo'jayev o'z faoliyatini Toshkent okrug sudida advokat sifatida faoliyatini boshlagan. 1914-yil 4-aprelda Sadoy Turkiston gazetasiga asos solib, unga o'zi muharrirlik qiladi. Bu gazeta o'sha davrda Turkiston milliy uyg'onish va jadidchilik g'oyalarini keng yoyishda juda muhim rol o'ynagan. Ubaydulla Xo'jayev nafaqat advokat bo'lgan, balki jamoat arbobi ham hisoblangan. U Umid tashkilotiga rahbarlik qilgan. Keyinchalik bu tashkilot taraqqiyparvar tashkilot nomi bilan faoliyat yuritgan. Ubaydulla Xo'jayev Turon jamiyati asoschilaridan biri ham hisoblanadi. 1917-yilda esa u Turkiston muxtoriyat hukumatida harbiy nozir lavozimiga saylanadi. Ya'ni u hozirgi vaqtda aytadigan bo'lsak, harbiy ishlar vaziri bo'lgan o'sha vaqtda. Ubaydulla Xo'jayev butun hayoti davomida milliy taraqqiyot, adolat va mustaqillik g'oyalari yo'lida fidokorona xizmat qilgan. Bugun ham uning nomi jasorat, adolat va milliy uyg'onish ramzi sifatida eslanadi. 1916-yil Oqpodsho tomonidan mardikorlikka jo'natish to'g'risidagi farmon e'lon qilingandan so'ng ushbu farmonni Rossiya imperiyasining qonunchiligiga zid tarzda qabul qilinganligini isbotlash maqsadida Ubaydulla Asadulla Xo'jayev mahalliy millatparvar boy Mirkomil Mirmunboyev bilan birgalikda Peterburgga boradi va Davlat dumasining 1916-yil dekabrdagi majlisida ushbu qabul qilingan farmonni Rossiya qonunchiligiga zid tarzda qabul qilinganligini isbotlab bergan. Demak, bugungi mavzuyimiz shulardan iborat edi. Agar video sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, kommentariyada izohlar qoldirib keting va like bosib obuna bo'lishni unutmang. Agarda sizga advokatlik xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling.